Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun yana dam olish kunlari, shanba kunlari yana ovga chiqdik. Bu yoqda bittasini chikir qo'yapti. Yo'q, bismillah. Şimdi balg'ovga chiqdik-da bugun ham yana. Yon atrofimizda mana do'stlikdan shu yoqqacha shu boshidan buyog'i Toshkentdan mehmonlar kelgan. Kechalar kechqurun nechida bo'lsa ham olib tashlaymiz. Ikkinchi seriyasida hozircha chikir qilyapti.